Assalomu alaykum do'stlar. Toshkent, Astana, Toshkent. Tуда-obratni spalniy salon avtobuslar zaryadga hamma sharoiti bor. Mana akalar ketyapti. Borib kelmoqchi bo'lganlar telefon qilinglar. Yaxshimi sharoit uka? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Tavsiya qilamiz aka, ketinglar. Borib keladiganlar nomerlarni yozamiz. Qaytmoqchi bo'lganlar WhatsApp, Telegramdan qila olasizlar. Toshkentdan Astana hamda albatta shaharlarga spalniy salon avtobuslarimiz kelish istagida yurganlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bunday kunlar isida bundan buyog'iga konditsionerlarni yoqib, maza qilib chiqarib ketadigan paytlar keldi. Kim ketmoqchi bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Astanaga Sidashi avtobuslarimiz ham bor, premo qo'yiluvdi. Murojaat qilinglar, layklarda yemanglar, kommentariyada izoh qoldiring. Asaka qaysi? Toshkentdan Astanaga albatta spalniy salon avtobuslari ketmoqchi bo'lgan ikkalaringizga mana shunday komfortabel avtobuslar. Kim ketmoqchi bo'lsa ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Mana akalarimiz ketyapti. Qayerdan chiqyapsiz? Andijon, o'zimizni Ashardan ekan. Ashardan. Yot olib ketish necha pul bo'lyapti aka? Yaxshimi, yoqdimi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Kim ketmoqchi bo'lsa ishonchli nomerlar ekranda.